Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun ochiq darslarimizning 7-soni mavzumiz Malik Abdusamatov darsligining 3-mavzusi, ya'ni so'roq gaplarning hosil qilinishi mavzusi. O'tgan darsda biz so'roq gaplar 3 xil yo'l bilan hosil qilinishi haqida aytib o'tgan edik. Birinchi turi demak, so'roq ohangi yordamida hosil qilinadi. Ikkinchi turi so'roq yuklamalari yordamida va uchinchi turi so'roq almashlari yordamida hosil qilinishi aytib o'tilgan edi. Mana bugun o'sha so'roq almashlari yoki so'roq so'zlarini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz hammasini. So'roq almashlari. Ushbu so'roq almashlari yordamida demak biz fors tilida so'roq gaplarni hosil qilamiz. Endi buni har birini tarjimasi va qayerlarda ishlatilishini tushuntirib o'tamiz. Xo'p, chetur. Cheturning tarjimasi o'zbek tilida qanday? Qanday bo'ladi? Bu chetur umumiy so'z bo'lib, odamga nisbatan va har qanday jonli jonsiz mavjudotga nisbatan ishlatsa bo'ladi buni. Asosan odamga bog'liq holatlar uchun ishlatiladi. Qanday, qanaqa degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, chejurning tarjimasi aynan qanaqa hisoblanadi va bu jonsiz mavjudotlarga nisbatan, narsalarga nisbatan, obyektlarga nisbatan ishlatiladi. Xo'p, cherangi qaysi rangda? Qaysi rangda? O'tgan mavzularimizda aytib o'tgan bo'lishimiz kerak. Che so'zi nima degan ma'noni ifodalaydi va mana shu che so'ziga qo'shilib, ya'ni uning davomida kelayotgan so'z ot so'z turkumiga mansub so'z i qo'shimchasini qabul qilganida chening mazmuni qaysi yoki qandayga o'zgarib qoladi. Cheruzi qaysi kuni, chechizi qaysi narsa yoki qanday narsa, cherangi esa qaysi rangda deb aytiladi. Chegune. Shu gune, gunogun degan so'z bor. Shu Mumtoz adabiyotdan xabari borlar, bilishi mumkin. Gune degani xil, tur degan ma'nolarni, nav degan ma'nolarni anglatadi. Chegune esa o'sha qaysi xilda, bunda bu ham qanday va shu bilan birga qay tarzda degan ma'noni ifodalaydi. Qay tarzda degan ma'noni ifodalaydi. Demak, chetur odamga nisbatan, narsa va hayvonlarga nisbatan ham ishlatiladi umumiy. Chejur faqat jonsiz narsalarga nisbatan ishlatiladi. Cherangi har qanday narsaga, har qanday predmetga, demak uning rangini ifodalash uchun ishlatiladi, savol berish uchun. Chegune bu ham shu asosan narsalar yoki harakatning tarzini so'rash uchun ishlatiladi. Chekore esa odamga nisbatan ishlatiladi. Tarjimasini kim deb aytamiz. Ya'ni bu qanday kim deganda, Ahmadning ahmadligini bilamiz va Ahmadning biz kasbini, hunarini, nima ish bilan shug'ullanishini yoki lavozimini so'ramoqchimiz. Shunda Ahmad chekore ast deb savol beriladi. Ahmad nima ish bilan shug'ullanadi, nima ish qiladi, kim? U muhandis bo'lishi mumkin, shoir bo'lishi mumkin. Muhandislik, misol injenerlik kasb deydigan bo'lsak, shoirlik kasb emas, lekin uning jamiyatdagi maqomi, mavqei hisoblanadi va Oybek shoir ast. Oybek shoirdir. Chekore so'roviga shu usulda javob berish mumkin yoki kosib bo'lishi mumkin. Yoki san'atkor bo'lishi mumkin. Hunarpishi deb javob beramiz. Chekore deganda demak odamning kasb kori, mavqei, lavozimi shu kabilar aytiladi. Ko'jo esa tarjimasi birdaniga 3 xil bo'ladi. Qayer,
qayerda va qayerga. Qayerda va qayerga. Ya'ni biz ko'jo degani umuman qayer bo'ladigan bo'lsa, biz qayerda deb ishlatmoqchi bo'lsak, nimanidir unga qo'shimcha qo'shishimiz shart emas. Ko'joni o'zini ishlatamiz, qayerda degan ma'noni beradi. Yoki qayerga demoqchi bo'lsak, gani ifodalovchi predlogni ko'makchini ishlatishimiz shart bo'lmaydi. Shu ko'joni o'zi qayerda degan ma'noni ifodalaydi. Ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, ingliz tilida ham shunday-ku, masalan, mana where deganda shu qayerda, qayerga bo'ladi. Lekin qayerdan demoqchi bo'lsak, o'sha danni ifodalaydigan predlog ko'makchi ishlatiladi. Uni o'zini mavzusida o'rganamiz. Demak, ke degani shu kim degani. Kimdir eshikni taqillab qoldida, siz kim deb so'raysiz. Unkissed deysiz. Shu unkissed ya'ni, unkissed. Uni kimligi ahamiyatli. Lekin u paytda eshikni kimdir taqillasa, on chekore ast demaysiz. U nima ish qiladi demaysiz-da. U chekore astni tarjimasi bundan farqi shunda. Uni kimligi, umuman olganda kim bu? Odammi, erkakmi, ayolmi, noma'lum. Bunda esa siz u odamni salpal bilasizda, faqat kasb-korinigina so'raysiz. Chekore shu mutaxassisligi kasbiga nisbatan ishlatiladi. Hop. Che degani esa nima? Buni o'tgan darsda ham o'tganmiz, o'tgan ikki darsimizda. Endi mana bu ke so'zi mumtoz adabiyotlarimizda, klassik adabiyotda ki deb yozilgan kof yo harflar bilan ki deb aytilgan. Shuning uchun ham o'zbek tiliga o'sha ki bog'lovchisi o'tgani sababi ham shu. Ke bo'lib o'tmaganda ki bo'lib o'tgan. Chunki fors adabiyot, mumtoz adabiyotida yo harfi bilan ifodalangan. Bu ham o'sha kim degani faqat klassik variantda shunday. Endi mana bu tagiga biz zir belgisini qo'ydik. Buning o'qilishi key bo'ladi. Key. Bu esa qachon degani. Qachon. Nimanidir vaqtini so'rayotganda, demak, qachon deb savol bersak, o'sha key deb aytamiz. Key vaqti bo'li ney. Qachon? Nay gullaganda. Nay gullamaydi, hech qachon degani. Endi yana bitta so'roq so'zimiz bor. Ku. Ku degani kuning tarjimasi qani degan. Hurmatli kuzatuvchilar, menimcha ko'jo bilan kuni farqiga borayotgan bo'lsanglar kerak. Nimanidir qayerda deb aytmoqchi bo'lsangiz, siz ko'jo deb aytasiz, uni aynan joyini. Endi va yana bir narsani qidiryapsizda, topolmadingiz, qani deb so'raysiz. Ikkalasi ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lsa ham, lekin qani farqi bor. Bunda qani demoqchi bo'lsak, o'zbek tilida ham ikki xil so'z bilan ifodalanyapti. O'zbek tilidagi ma'nosini farqlaydiganlar qani bilan qayerdani, ku bilan ko'joni ham shundan farqlab olishi mumkin. Hop, yana bir so'roq so'zimiz kodon. Kodon qaysi degan. Kodon deganimizda demak qaysi deb savol berayotgan bo'lar ekanmiz. Hop, so'roq so'zlarni fors tilida bitta xususiyati bor. Tobe hokim munosabati hosil qilganda shu avval so'roq so'z ishlatiladimi? O'zbekcha bilan solishtiradigan bo'lsak, o'zbek tiliga shu tomondan o'xshab ketadi. Misol, qaysi uy? Qaysi uy deb aytamiz. Endi fors tilida ham xuddi shu ketma-ketlikda. Kodon
Kudamxona. Kudamxona. Mana shu ketma-ketlikda kelyapti. Avval so'roq so'z, ya'ni avval aniqlovchi kelyapti. Keyin aniqlanmish kelyapti. Bu so'roq so'zlarga xos xususiyat. Nimaga buni aynan qiziq holat yoki alohida xususiyat sifatida keltiryapmiz? Chunki biz Malika Abdusamadovning 6-mavzusiga yetganimizda, keyingi darslarimizda ko'rishimiz mumkin. Fors tilida avval aniqlanmish, keyin aniqlovchi keladi. Shu xususiyat borligi yuzasidan, demak, avval aniqlovchi keladigan holatlarni biz sanoqligina aytib o'tishimiz mumkin. Mana shular keladi deb ayta olamiz. Demak, so'roq so'zlar, mavzumizning so'roq so'zlar qismi shulardan iborat edi. Agar tushungan bo'lsanglar, mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Agar tushunmagan joylar bo'lsa, savolni o'sha sizlar hozir bizni kuzatib turgan kanalning muhokama guruhiga yozib qo'yishinglar mumkin. Demak, mavzumizning keyingi qismi. Xo'p, mana bu yerda jami 3 ta kuzatuvchi bizni ko'rib turgan ekan. Xo'p, kim o'qiydi matnni? Mikrofonni ochaman. Muxlisa, sizga ochyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'qiyvering. Ha, marhamat, boshlang. Injo donishgoh است. Bu yer o'zbekchasi universitetdir. Injo donishgoh buzurg است. Bu universitet kattadir. Rafiq Sultonov kujast? O'rtoq Sultonov qayerda? Rafiq Sultonov dar klas است. O'rtoq Sultonov sinfda. Klas buzurg va ravshan است. Sinf katta va yorug'dir. On che chizi است. U nimadir? On panjara است. U derazadir. Panjara chetur است. Deraza qanday? Panjara ko'chaga. Shuni ham tarjimasini aytib boring. Qaysi birini? Hozir o'qiganingiz panjara ko'chaga است. Panjara ko'chaga است. Oyna kichikdir. Rahmat. Oyna emas, sanaqa deraza. Deraza. Hop. Navbatda endi Hoji Ali profiliga beramiz. Hoji Ali aka, profilingizni ochdim. Marhamat, mikrofoningizni ochib gapirishingiz mumkin. Mikrofoningizni ochdim. O'zingizdan ochib bosing, ochiladi. Mikrofon ochish so'rovini bosdingiz-ku? Ra'no, siz o'qiysizmi? Mikrofoningizni ochdim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Marhamat, davom ettiring. Faqat qayerda o'qiyotganimni bilmayman-da hali. Hozirgina kirdim. O'rtasi, 3-qator. 3-chi? Mana, strelkaga qarang. Miz chetur است. Shu joyga keldik. Ha. Miz chetur است. Miz buzurg است. Taxte cherangi است. Taxte siyoh است. Tarjimasini ham birga aytib keting. Xo'p.
Miz chetour ast. Stol chetour qanday degan ekan. Stol qanday? Miz buzurg ast. Stol kattadir. Taxte Yaxshi. cherangi ast. Doskaning rangi qanday? Taxte siyoh ast. Doska qoradir. Oya in medod surx ast. Bu qalam medod ruchkamidi? Qalam, Bu qalam. ha, qalam. Bu qalam qizilmi? Bu qalam qizilmi? Naxir, in medod surx nist. Yo'q, bu qalam qizil emas. Sabz ast. Sariqdir. In qog'oz cherangi ast. Bu qog'oz rangi qanday? In qog'oz zard ast. Bu qog'oz ko'kdir. Oya in kiyif ham zard ast. Bu stul ham ko'kmi? Naxir, in kiyif zard nist. Siyoh ast. Yo'q, bu stul ko'k emas. Qoradir. Taxte kejost. Doska qayerda? Naxir, dar kelos ast. Taxte doska dar nima degan edi? Da degani bo'yaptimi? Dar keros. Ha, sinfdadir. Yaxshi. Donishju kejost. Donishju talaba qayerda? Donishju ham dar kelos ast. Talaba ham sinfdadir. Xo'p, Ra'no, rahmat. Endi navbatni yana Muxlisaga beramiz. Muxlisa yana o'sha joydan, Ra'no kelgan joylardan davom ettirasiz. Miz kujast? Shu yerdamidi? Ha. Stul qayerda? Miz ham injost. Stul ham bu yerda. Donishor kujast? O'qituvchi qayerda? Donishor dar donishgoh ast. Ustoz universitetda. On mard che kori ast? U kishi nima ish bilan shug'ullanadi? On mard navisanda ast. U kishi yozuvchidir. Pas on pesar tist. Unda midi? Xo'sh. U bola kim? On pesar shogird ast. U bola shogirddir, o'quvchidir. Oya in kitob خوب است. Bu kitob yaxshimi? Bale, in kitob خوب است. Ha, bu kitob yaxshi. In taxta chetur است. Bu doska qanday? In taxta bad است. Bu doska yomon. Rafiq Hasanov kujast? O'rtoq Hasanov qayerda? Rafiq Hasanov injost. O'rtoq Hasanov shu yerda. Rahmat. Mana bugungi darsimizni demak asosiy mavzudagi dars qismi, savol-javob qismlariga endi boshlaymiz. Hozir navbatni beramiz. Hozir o'rganadigan tahlil va tahsil qismlari yakunlandi. Demak, mana 3-dars matn qismi. Bu matnda foydalanilgan yangi so'zlar lug'ati, so'zlarni bitta takrorlab qaytarib olamiz. Injo bu yer, bu yerda, bu yerga, ya'ni bir so'z
3 xil ma'noda ishlatilyapti. Biz bu yerda yoki bu yerga deyish uchun da yoki gani ifodalovchi ko'makchini ishlatishimiz shart emas. Onjo, u yer, u yerda, u yerga. Ko'jo, o'sha ko'rib o'tgan so'roq so'zimiz. Qayer, qayerda, qayerga. Chetur, qanday, qanaqa. Ko'chek, kichik. Buzurg, katta. Qashang, chiroyli. Rafiq, o'rtoq. Sultonov, Sultonov familiya bu. Donishgoh, universitet. Donishkade, fakultet. Kelos. Kelos maktabdagi sinfga nisbatan ham ishlatiladi. Universitetda dars o'tiladigan auditoriyaga nisbatan ham ishlatiladi. Darsga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi. Dars so'zini o'rniga. Ya'ni men kursga qatnayapman degan ma'noda man bekelos میروم. bekelosi farsi میروم yoki man kelosi farsi دارم deb aytsangiz, o'sha kurs ma'nosini ham beradi, dars ma'nosini ham beradi. Hop, varzeshgoh, stadion. Ko'hne, eski. Bu yerda varzeshgoh so'zi. Goh so'zi mana oliygoh deb aytiladi-ku nimada? O'sha yangi mustaqillik yillaridagi kinolarda, hujjatlarda yoki adabiyotlarda aytilgan. Keyin bu so'z bekor qilingan, olib tashlangan. Mana varzish degani sport degani. Varzeshgoh esa o'sha stadion, sport joyi bo'lyapti. Bu ot so'z turkumiga mansub so'zga qo'shilib yangi joy nomini hosil qiladi. Rovshan, yoniq yoki yorug' ravshan degani. Ya'ni svet yoniq bo'lsa, cheroq rovshan ast deb aytasiz. Yoki xona yorug' bo'lsa, o'toq rovshan ast deb aytasiz. Sabz, sabz ko'k. Zard, sariq. Sabz haqida yana bir aytib o'tamiz. Ko'k deganda bu yerda o'simlikning ko'kligi haqida. Olim ko'kalamzor bo'ldi deydi o'zbek tilida ham. Aslida u yashil bo'lgan bo'ladi. Bu yerda ko'k deganda shu ma'noda aytilyapti. Sabz degani ya'ni o'sha salat, o'simlik nimasi? O'simlik rangini nazarda tutuvchi yashil yoki ko'k bo'ladi. Hop, dar, eshik. Darning yana bir ma'nosi bu da degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni biz mana yuqorida donishgoh so'zini universitet deb aytdik. Universitetda demoqchi bo'lsak, biz dar donishgoh deb aytamiz va u universitetda degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni bu dar predlog sifatida o'rinjoy otidan oldin kelganda o'sha o'zbekchadagi da ma'nosida ishlatiladi. Xuddi ingliz tilida ham misol in university deb aytiladi yoki rus tilida ham universitet deb aytiladi. Xuddi shu kabi bu Yevropa tillari orasida demak predloglar so'zdan oldin ishlatiladi. Dar donishgoh. Agar bu vaqtni ifodalovchi so'zlardan oldin ishlatilsa, o'sha darbahor desak, misol bahorda degan ma'noni ifodalaydi. Mard, mard erkak, erkak kishi. Zan, ayol, xotin. Chekore, kim? Mutaxassisligini so'raganda. Navisande, yozuvchi. Pezeshk, vrach. Pesar, o'g'il, o'g'il bola. Fotime, Fotima ismni yozilishini ko'rsatyapti. Mashhur, mashhur. Cherangi, qaysi rangda? G'ani, boy. Boyni o'zi aslida boshqacha ham aytiladi, lekin bu mavzuda shu so'z bir marta mashqning ichida kelgani tufayli g'ani so'zi bu yerda lug'atga keltirilyapti.